yangi mahsulot. Muradan yangi mahsulot. Rozetka osti qutisi, ya'ni podrozetnik. Aynan shu rangdagi devordagi podrozetniklarimiz O'zbekistonda juda hit bo'ldi, juda ko'pchilikka ma'qul kelgan edi va ko'p talablarga binoan gipsokartonlar uchun podrozetniklar ham ishlab chiqarilmoqda. Ushbu podrozetnik boshqa podrozetniklardan sal farq qiladi. Nimasi bilan? Ko'pchilik talab va istaklarini inobatga olingan holatda gipsokarton podrozetniklarda juda asosiy muammo mana bu quloqliklari juda kichkina bo'lganligi uchun uni boltini tortilgan paytda bu ichkari kirib ketib qoladi. Yo'q bo'lmasa, mana bu yerda qulog'i bor. Mana shu qulog'i ko'pchiliklarga aynan plastik berilgan. Bu yerda metal berilgan. Metal qoplama bo'lganligi uchun bu yerda u sinib ketmaydi va ko'rayotgan bo'lsanglar bu ancha baqotroq turibdi, kattaroq chiqib turibdi. Ichkarida qolib ketmaydi. Devoringiz bilan juda yaxshi ishlab turishiga mo'ljallangan. Ushbu podrozetniklarda bir-biriga ulash uchun quloqliklari komplekt. Buni oladigan bo'lsa, buni qo'yishimiz mumkin va uni bosganimizda chiqib ketgan ovozni eshitasiz va u mustahkam qotdi, uncha-munchaga chiqib ketmaydi. Ushbu podrozetniklar xomashyosi yonmaydigan, ya'ni проволочный testdan o'tgan. Проволочный test deganda 650 gradusda qizib turgan metalli bunga bosilganida bu yonib ketmagan. Yonmaydigan narsaning o'zi yo'q. Har bittasiga operativ temperatura bor. Asosiy narsalarda, misol uchun sim qiziganda boshqasiganda bosiladigan temperatura bor. Ana o'sha testda bu muvaffaqiyatli o'tgan va uni olgandan keyin uni erish darajasi ham normaga to'g'ri keladi. Bu gold standart. Yangi mahsulotni ishlatib ko'ring va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim.